Xo'p, ism familiya? Sunnatov Izzatulloh. Rahimjonov Muhammadjon. Yo'ldashev Habibulloh. Xo'p. Nima proyekt bu? Hop, bizning proyektimiz Smart Lamp. Proyektimizda SP32 yordamida lamp boshqaryapmiz. Undan tashqari motion sensorimiz bor. Motion sensorimiz ham boshqaradi va fotoresistor qo'shganmiz. Fotoresistor ham boshqaradi. Hop. Kodimizga kelsak, Xo'p. Bunaqa narsalar ishlatilgan. Kodinglar qanaqa? Nimada yozgansizlar? SP32 ga C++ da yozdik. Hop, MQTT protokol ishlatdik. Hop, misol uchun mana kodni qarasak, agar motion sensoriga motion sensor detect qilsa, motion detected deydi, TTPU peer degan topikka yuboradi MQTT bo'yicha. Hop, shunaqa kod yozganmiz. Xo'p, bu internetga ulanyaptimi? Aha, ulanyapti MQTT protokol yordamida. Internetga ulangan joyi qayerda? Hop. Mana ham ulanyapti. Xo'p. Bu qanaqa ishlaydi? Hop. Saytimiz. Sizlarda veb-sayt bor ekan. Xo'p, veb-saytda nimada yozdinglar? Veb-sayt Django'da yozilgan. Ism familiya Sunnatov Izzatulloh. Xo'p. Front-end qismi HTML CSS da yozilgan. Xo'p, Shu front-end qismini qildim. Hozir tushuntirib beraman. Hop, bu yerda bizga login qilsak bo'ladi. Agar loginimiz bo'lmasa, registratsiya qilsak bo'ladi yangi yuzerni. Buni kodlari bormi? Buni kodlari bor. Mana hop, bu yerda loginning kodlari yozilgan. Xo'p. Bu yerda registratsiyaning kodlari yozilgan. Bo'ldi. Xo'p, keyingisi. Hop. Bizda Login loginimiz parollar bormi? bor. Shunda buni database bilan ishlatib qo'yasizlarmi? Shunaqa. Hop, bu yerda biz home page'imizga o'tamiz. Bu yerda har xil yangiliklar ko'rsatiladi IoT ga taalluqli. Hop, buni kodi bu yerda yozilgan. Keyin bu yerda biz profilimizni edit qilsak bo'ladi. Masalan, email adreslarni qo'shsak bo'ladi. Hop, buni ham kodi yozilgan. Xo'p. Keyin har bitta user o'zini brokerini qo'shadi, daniylarini kirgizib. Buni kodi bu yerda yozilgan. Biz buni daniylarni kirgizib save bosganimizdan keyin control panelga o'tamiz. Buni kodi bu yerda yozilgan. Mana. Bu yerda har bir CSS HTML ishlatilib. Xo'p, backendini ham kimdir yozgan? Backendini ism familiyam Rahimjon Muhammadjon. Backendini Django frameworkdan foydalanib yozganmiz. Misol uchun modeldan boshlasak, hop, modelimizga mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda broker uchun model yozilgan, alohida class, profile uchun, sensor data, bo'ldi. Shu asosiy 3 ta modelimiz bor. Asosiy backend. Veb-saytinglar nimani bajaradi? Nima ish qiladi? Xo'p, veb-saytimizda shu lampani battinlar orqali o'chirib yoqamiz. Bu yerda bizda общий 3 ta modimiz bor. Ya'ni manual tanlanganda faqat ikkita button turn off bilan o'chib yoqiladi. Xo'p, mod 2 ni tanlaganimizda, ya'ni pre-motion, ya'ni pre-motion sensorimiz action detect qilganda lampamiz yonadi. Mana hozir ko'rishimiz mumkin. Mana lampamiz yondi, motion detect qildi. Bu yerga ham motion detect bo'ldi degan anaqani ko'rsatadi. Mana ko'rib turganingizdek. Qanchadir vaqtdan keyin o'zi o'chadi. Qanchadir vaqtda o'zi o'chadi yongandan keyin. Hop, mod 3 ga o'tadigan bo'lsa, bu fotoresistor. Fotoresistorimiz xonani yorug'ligiga qarab lampa o'zi o'chib yonadi. Bu yerda misol uchun agar fotoresistorni bundoq bossak, ya'ni qorong'i bo'ldi, fotoresistorimiz value'miz 0 ko'rsatyapti, chiroq yonadi. Agar uni ochadigan bo'lsam, xona yorug', demak mana fotoresistor value'miz baland, lampa o'zi o'chib yonadi. Mod 1imizda mana turn onni bosamiz, yondi, bu yerda status ham on bo'ladi. Turn off qilamiz, lamp is off, o'chadi. Xo'p, buni telefonda ham boshqarsa bo'ladi? Ha, buni telefondan boshqarsa bo'ladi. Telefonda Internet bilan ishlaydi. internetda ishlaydi. MQTT client degan Android applicationda brokerimizni qo'shganmiz. Mana bu yerda hamma danliylari. Xo'p. Ya'ni MQTT brokerimizni host qilgan IP'miz. Bu uning uchun biza
Hop, Digital Ocean da virtual machine ochib turib, mana hozir ko'rsataman. U yoqda MQTT brokerimizni host qilganmiz. Yo'q, xo'p, telefoningizdan ishlaydimi? Shunda Hop, telefonimizda mana URL'dan yozganmiz. Hop, ulandi. Bu yoqdan terminaldan komanda jo'natamiz. Broker tanlaymiz. Topic tanlaymiz. Topikimiz Home Relay Control 1 on degan komandani jo'natganimizda lampamiz yonadi. Xo'p, buni ESP32 bilan qildinglarmi? Qanaqa texnologiyalar ishlatdinglar? Hop, bu texnologiyamizni Habibulloh batafsil tushuntirib beradilar. Xo'p, qanaqa texnologiyalar ishlatdinglar? Hop, SP32 miz bor. Anaqani svet o'chirib yuboring. Hop, bo'ldi, SP32 orqada relay turibdi, rampda. Relay mana katta tokimizni boshqarib beryapti. Undan tashqari boya aytganimdek, peer motion sensorimiz bor, fotoresistorimiz bor. Bo'ldi.